qilib borayotgan Argentinaning futboli uncha kuchli emasligini aytib o'tyapman. Lekin u agarda Portugaliya terma jamoasi birinchi o'rinni olib chiqqanida hozir chorak finalda ko'rardik. Men hazil ma'nosida aytdim, Portugallar qochishdi deb. Qochishmagandir, lekin mana shu katta o'yindan mosuvo qilgan Argentina emas bizni. Kolumbiya bilan Portugaliya hisoblanadi. Bizning guruhdoshlarimiz hisoblanadi. Nimaga desangiz, Portugaliya birini olib turib chiqqanida chorak finalda o'ynashardi. Aniq va aniq o'ynardi ko'p ehtimol. Chunki borardi Portugaliya ham Argentina bordi. Portugaliya ham borardi deb o'ylayman. Nima yutolmasmidi? Ganani, keyin Shveysariyani yutolmasdi. Yutardi va chorak finalda o'zaro bahslashardi. Va mayli Portugaliya chiqa olmagandan keyin uning o'rniga chiqqan Kolumbiya ham kalla qo'yib o'tiribdi. Kolumbiya ham qovun tushirib o'tiribdi. Kolumbiya ham Shveysariyani yutish kerak bo'lgan o'yinda yutolmayotib penaltilar seriyasida yutqazib, Argentinaga raqib sifatida Shveysariyani jo'natib yuboryapti. Argentina nima qilsin? Argentina mana shu bizning guruhimizdagi ikki favoritning qilgan ishiga aybdormi yoki yo'qmi? Mana insof nuqtai nazaridan baholaydigan bo'lsangiz, albatta yo'q deysiz. Argentina mana shunaqa Cabo Verde, Misr, Shveysariya bilan o'ynashiga asosiy sabab o'zi aynan bizning guruhimizdagi ikki peshqadam jamoa. Shu tomondagilar asosiy aybdor. Hali bittasi yaxshi Angliyani yutib qo'yib, yarim finalgacha bormadi Kongo. Yarim final o'tib ketib qolganda nima deb o'ylaysiz? Angliya Kongo misol uchun Misrni yutib, Misr emas, Meksikani yutib, keyin yana Norvegiyani yutib, yarim finalga chiqish mumkin emasmi? Mumkin edi. Bizning guruhimiz juda kuchli edi, lekin shular-ku Argentinaning yo'liga to'g'anoq bo'la olmagan. Shuning uchun Argentina nima qilsin? O'zi o'yinini o'ynab yotibdi, sekinlashgan futbolni o'ynab yotibdi. Bir amallab comebacklar qilib chiqib yotibdi. Va hozir Angliya bilan o'ynaydi. Angliya ham nisbatan shunaqaroq jamoa, lekin o'yin tomonlama, temp tomonlama Angliya sal kuchliroq. Lekin bu yerda xohish rol o'ynaydi. Kim o'zi finalga chiqmoqchi? Ana u tomonda finalga futboli kuchli chiqadigan bo'lsa, futboli kuchli jamoa. Ya'ni kim Fransiya mana shu Ispaniyaga bosim o'tkaza oladimi yoki Ispaniya o'zining futbolini o'rtaga qo'ya oladimi? Va kim qo'ya olsa ko'p ehtimol finalga chiqishi mumkin. Bu yerda futbol, bu yerda xohish va iroda, atonat rol o'ynaydi. Va bir tomondan bu yaxshi. Bir tomondan ikki tomonda ikki xil juftlik bo'lib qolgani odamni xursand qilyapti. Endi hozir to'g'ri, yarim dunyoga yoqmayotgan bo'lishi mumkin, bitta terma jamoani hali ham oqsoqlanib borayotgani. Lekin men yoshligimdan bilaman, Argentina terma jamoasi o'zi shunaqa terma jamoa. Argentina terma jamoasi haqida gapiray va mening Argentina terma jamoasiga umuman hech qanaqa muxlis emasligimni ta'kidlab o'tay. Nimaga muxlis emasman? Men yoshligimda Argentina terma jamoasi tarkibida Diego Armando Maradonani ko'rganman. Men o'zi o'ylab qarasa, o'sha 80-90-yillar futbolini kuzatar ekanman.